Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizni yana davom ettiramiz, ya'ni IDC fizika 1-kitobining masalalarini yechishni boshlaymiz. Ya'ni ikkinchi mavzu o'rtacha tezlikka doir bo'lgan masalani ikkinchi masalasini yechishdan boshlaymiz. Davomi. Xo'p. Ya'ni avtobus liniyasining uzunligi 20 kilometr, ya'ni S teng 20 kilometr. Va bu masofani 33 minut 20 sekundda bosib o'tdi. Ya'ni t teng 33 minut 20 sekundda bosib o'tdi. Ya'ni bu yo'lni bosib o'tishda avtobusning o'rtacha tezligi necha metr sekund? Ya'ni bu o'rtachamiz teng necha metr taqsim sekund deb savol berilyapti. Demak, bizlar bu yerda Xo'p, birliklar ustida ishlashni bajaramiz. Ya'ni 20 kilometrimiz 20 ming metr bo'ldi. 33 minutimiz 33 ko'paytirish 60 sekundga o'tdi, plus yana 20 sekund. Ya'ni buni ham hisoblasak nima uchun o'tkazdik? Chunki bizlarda oxirgi natijani nimada so'rayapti? Metr taqsim sekundda. Demak, shuning uchun kilometrni metrga, minutni sekundga o'tkazamiz. Demak, 33 ni 60 ga ko'paytirsak 6 3 18 19 0 tushamiz va plus 20 ni qo'shamiz. Ya'ni bu 2000 sekund bo'ldi. Demak, shunda o'rtacha tezlik uchun formulamiz hisoblaydigan bo'lsak, V teng bo'ladi ekan, bu o'rtacha S taqsim T. Bu ham teng S o'rniga 20 ming metr bo'lingan 2000 sekund. 3 0 ketsa 20 taqsim 2. Bu ham teng bo'ladi 10 metr taqsim sekund ekan. Demak, javobimiz 10 metr taqsim sekund. Uchinchi masala. G'ofur G'ulom bekatidan metroga chiqqan yo'lovchi Beruniy bekatiga 5 minutda yetib bordi. Demak, bu yerda G'ofur G'ulom bekati bilan Beruniy bekatining orasidagi masofa ko'rinib turibdiki, ya'ni metro bekatlari orasidagi masofa bir xil 2 kilometr deb hisoblang deyapti. Shunda jami masofamiz S barobar teng ekan 6 kilometr. Demak, u qancha vaqtda bosib o'tdi? 5 minutda. Demak, metro bekatlari orasidagi masofa bir xil 2 kilometr deb hisoblang. Bizlardan so'rayapti. O'rtacha, bunda metro qanday o'rtacha tezlik bilan harakat qilgan? Topishimiz kerak o'rtacha tezlikni, bu o'rtacha. Ya'ni xo'p, metr sekundda so'ragan uchun 6000 bo'ladi. 6000 metr. 5 minutimiz ham 5 ko'paytirish 63. 300 sekund bo'ladi. Demak, bu o'rtachamiz teng ekan S taqsim nimaga? T bo'ladi. Bu ham teng. S o'rniga 6000 ni qo'yamiz. 6000 metrni. T o'rniga qo'yamiz 300 sekund. Ya'ni bu ham teng bo'ladi ekan nechaga? 2 0 ketsa 60 ni 3 ga bo'lsak 20 metr taqsim sekund yoki 72 kilometr taqsim soat bo'ladi bu. Bizlarda endi javob 20 metr sekund. Xo'p, 4-masalamizga kelsak, moddiy nuqta dastlabki 10 sekundda 400 metr masofani, keyingi 20 sekundda esa 200 metr masofani o'tdi. Masofani uning o'rtacha tezligini toping. Demak, bizlarda berilgan T1 teng 10 sekund, S1 teng 400 metr. Keyingi T2 teng 20 sekundda esa S2 teng
200 metr masofani o'tdi. Uning o'rtacha tezligini toping. Bu o'rtacha tezlik so'ralyapti. O'rtacha tezlik, ya'ni xo'p, bizlarda o'rtacha tezlikni toping deyapti. O'rtacha tezligimiz bizlarda xo'p, uchun formulamiz v o'rtacha teng S1 plus S2 T1 plus T2 formulamiz bor edi, eslasanglar. Xuddi shu formulaga tushadigan masala bu yerda. Ya'ni v o'rtachamiz teng S1 bizlarda 400. Xo'p, davom etkazamiz. O'rtacha S1 ni o'rniga 400 plus S2 ni o'rniga 200. Pastda T1 plus T2 10 plus 20 teng. Yuqori tomon 600 pastda 30 qisqarib ketadi. Shunda teng bo'ldi. Bu o'rtacha tezligimiz 20 metr taqsim sekundga yoki 72 kilometr taqsim soat. Qo'shimcha sifatida, demak bizlarda javob 20 metr sekund.